Xo'p, ismim Umid. 3 yildan beri tadbirkorlik sohasida shug'ullanamiz. Pullarni investitsiya qilib, o'sha passivniy dohodga chiqishga qiziqib mana shu yerga keldik. Yaxshi, ancha Amerika fond bozorini qanchalik o'sayotganini tanishdik. Qanchalik bu bozorda potensial borligini ko'rdik. Ancha bilmagan narsalarimizni Farruh aka bilan gaplashib, ancha bilimimiz oshdi. Qiziq bo'lgan narsa pulni pul topishi. Ya'ni pulni o'zimiz ishlab topamiz shu paytgacha. Lekin biz hozir ma'lum bir qism pulimizni tikadigan bo'lsak, pulimiz pul topishi qiziq. O'zim xohlagan kompaniyani tanlab pul tikib yutqazib qo'yishim katta ehtimoli bor, lekin bu yerda komandani tahlillarini natijasini olib ishlashimiz bizga ancha plyusligini tushundik. Va bu yerdagi odamlar hammasi mana shu sohaga qiziqqanligi uchun, ya'ni davra yana ham qiziydi. Nima deydi? Qozonga yaqin yursam qarasi yo'qadi deydi-ku, o'shanday baribir davralarga yaqin yurish, baribir ertangi kunda bilim oshadi, sekin-sekin qiziqamiz. Sekin-sekin sohaga kirishga ancha yaxshi biz ham o'sha komandani orqasidan o'sishga umid qilamiz. Rahmat. Shunaqa. Kelganingiz uchun xursandmiz. Yana ham keyingi nonushtalarimizni, boshqa faromatlarimizni kutib qolamiz. Siz Umid aka. Rahmat. Kattakon sizlarga ham yaxshi o'tdi. Hammasi zo'r.